Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda olma sistemini buzg'unchilik uchratmasdan Windows sistemini qachilashni ko'rsatib o'tmoqchi. Windows sistemlarining yumshoq detal doirasi keng, ishlatish qulay va hammaga tunish bo'lganligi uchun Windowsga ko'proq ehtiyojimiz bo'lganligi uchun olma sistemini hech qanday buzg'unchilik uchratmasdan xohlagancha tanlab ishlatadigan shaklda qachilashni ko'rsatib o'tmoqchi. Shu sin darsligimiz bo'yicha mashg'ulot qilsanglar tez suratda qachilay olasizlar. Qachilash jarayonida ba'zi bir masalalarga uchrasangiz, inkas yozishni unutmaysizlar. Unda bo'lsa, birinchi qadamda Windows sistemini qachilashimiz uchun bir dona Windows sistemi lozim bo'ldi. Oldi bilan biz Windows sistemini Microsoftning tor bekatidan tushirishni ko'rib o'taylik. Oldi bilan bu yerga Windows 10 ISO deb yozgandan keyin birinchisi ochgandan keyin bu shaklda chiqadi. Chiqqan vaqtda biz bu yerdan eng yangi nashrni tanlaymiz. Tanlagandan keyin jazmlashtiramiz. Undan keyin bu yerdan biz Windows sistemining tilini tanlaymiz. Men ingliz tanlayman. Jazmlashtirma. Bu yerdan bit nashrini tanlaymiz. Ya'ni kompyuterninki saplimiz yaxshiroq bo'lsa 64 ni, saplimiz biroz to'g'ri bo'lib qolsa 32 bitni tanlasak bo'ladi. Men 64 bitni tanlay. 64 bitning alohidaligi shuki, ichki saqlag'ichga 32 bit qaraganda chek qo'ymaydi. Kompyuterimizning texnik yaxshi ishlashiga kafolat qila olamiz. Ammo ichki saqlag'ich 4 GB dan cho'ng bo'lmay qolib qolsa, 32 bitni qachilishlarini kuchli tavsiya qilma. Chunki 32 bit 4 GB dan ortiqni to'lamaydi. Undan so'ng biz 64 bitni tushirishni boshlaylik. Qarasanglar, bevosita bu shaklda tushdi. Men buningki tushirish adresini ko'paytirish orqali bu programmadan tushirma. Buni amaldan qoldirib o'tay. Bu torimizni eng yaxshi ishlatish orqali tez suratda tushirishimizga yordam berdi. Ko'rganinglardek buning sig'imi 5.5 GB ekan. Tushirishimizga biroz vaqt olgan o'xshaydi. Ko'rayotganinglardek sistemimiz tushib oldi. Okeyni bosdik. Bosgandan keyin buni qo'shib chekkandan keyin bu shaklda ochiladi va normal tushib bo'lganligidan amin bo'la oldik. Hamda biz buni mouse o'ng ko'rnikni bosish orqali buni besib buni men ustal ustiga ila olay. Men buni o'chirib o'tdim. Buni bu tarafga ilib oldik. Bu qo'zg'alib qolganlik uchun men buni chiqarib o'tdim. Chiqarib o'tgandan keyin qachilash bo'lig'i bu shaklda tushib oldi. Endi biz bu Windows 10 ning qachilash bo'lig'ini qo'zg'atadigan
ya'ni qochilaydigan yumshoq detalni tushirib olamiz. Bu yumshoq detalning ismi bu. Buniki tushirish adresini men bu videoning asosida ta'minlayman. Bunu bu şekilde tushiramiz. Bunun sig'imi 198 MB. Bevosita tushirishni boshlay. Bu ham tushyotdi. Tushib bo'ldi va biz buni bevosita ustal ustiga ilib olaylik. Ilib olgandan keyin buni biz qo'shib chiqib yechib olamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, bevosita qochilash hujjati yechildi. Biz buni qo'shib olamiz. Ya'ni bu programmaningki aslisi haqliq bo'lganligi uchun biz haqsiz nashrni, ya'ni eshitilgan nashrni tushirishni ta'minladik. Bu shunday ichildi va bevosita qo'shilamiz. Hozir bu yeshilyotdi. Bu şekilde yechildi. Ben bevosita buni qo'shib chekdim. Qo'shib chekkandan keyin openni bosamiz va qochilyotdi. Qaraydigan bo'lsanglar, bu nashri koni nashr bo'lganligi uchun bevosita yanglishimizni talab qilyotdi. Biz bundan o'tib ketamiz. O'tib ketgandan keyin bu şekilde davomlashtiramiz. Bu yerga biz shifrni kirgizamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, bu normal ichildi va bu şekilde chiqqandan keyin biz buni besish orqali va bu yerga kiramiz. Kirgandan keyin bu yerni biz orqali okeyni bosamiz va bevosita bu şekilde ichilyotdi. Buni chiqarsak bo'ldi va bu yerdan chiqarsak bo'ladi, chunki bu yumshoq detal qochilinib qoldi. Hamda biz ABA tushirib olgan Windows 10 ning qochilash bo'lig'ini
Bu yumshoq tezlikni ko'rsatsak, kompyuterimizga Windows 10 ni ochilaydi. Buni bosamiz. Keyingi qadam bevosita shu Windows 10 niki qo'shilish bog'liqini avtomatik tanladi. Va yoki biz avtomatik tanlamasdan bu shaklda tanlasaqmi bo'ladi. Masalan, ustida Open ni bosgandan keyin shu Open ni bosgandan keyin bu to'naydi va keyingi qadamga o'tamiz. O'tgandan keyin bu yerda Windows 10 niki nashrini kirgizishni debdi. Kirgizmasdan bevosita o'tamiz. O'tgandan keyin keyingi qadam bu yerga ismini qo'ysaqmi bo'ladi va yoki Windows 10 shaklda to'sma bo'ldi. Ustiga qisqa yo'l qurishni dedim. Va keyingi qadam ko'rayotganingizdek hozir Windows 10 ni quryapti. Va OK ni bosgandan keyin OK ni bosamiz. Ko'rayotganingizdek Windows 10 qo'shilish bosqichida. Bu yerda Windows 10 ning har xil nashrini ko'rsatib turibdi. Masalan, korxona nashri, oila nashri, ma'rif nashri degandek. Biz bu yerdan kasbiy nashrini tanlaymiz va keyingi qadamga o'tdik. Bevosita ochilib turadi. Ya'ni Windows 10 ning kerakli hujjatlarini ko'paytiradi.
Ko'rayotganinglardek Windows 10 ning kerakli hujjatlarini ko'paytirish tamomlanib bo'ldi. Hamda oxirgi bosqichlarni tamomlayotdi. Biz bevosita qayta qo'zg'atishni bosgandan keyin buni bosamiz. Ko'rayotganinglardek Windows 10 boshlanyotdi. Tunji qatim qachonqanlik uchun biroz qo'zg'atgichlarni to'nib qachilishiga biroz ko'p vaqt ketib qoldi. Bu jarayonda torning tez bo'lishiga va kompyuter davomli shaklda zaryadlanayotgan holatda bo'lishiga kapolatlik qilsanglar texmi yaxshi.
Ko'rayotganlaridek Windows 10 ait muvaffaqiyatli holati qachlandi va kerakli materiallarni, kerakli qo'zg'atuvchilarni va yangilanmalarni bir qancha kun ichida qachlab bo'ladi. Bu jarayonda kompyuterni o'chirmasliklarini tavsiya qilaman. Ko'rayotganlaridek Windows 10 ni qachilishimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Qarasanglar, ekran ustida hamma narsa o'xshash. Masalan, bu Windows 10 niki, bu Windows 10. Ya'ni bunga o'xshash. Biz buni keyin qadam bosaylik. Va buni o'chirayotgandan keyin buni xohlasak bu shaklda cho'ngaytib Windows kompyuterdek ishlasak tamamen bo'ladi. Hammaga o'xshash. Qarasanglar. Bu şekilde bunu ben avtomatik qilib bu şekilde normal içildi. OK'ni bosgandan keyin bütün buyruqlari tamamen to'ngan bo'ldi. Qarasanglar, bu yerdan ovoz, bu yerdan olmaninki applari ve bu yerdan qarasanglar bütün tanışıklar o'xshash. Bu şekilde ishlasanglar tamamen bo'ladi. Mouse ustiga kelgandan keyin bu şekilde chiqadi. Biz buni kichikiltish orqali ishlatalaymiz. Qarasanglar, bu şekilde men Uyg'ur tilini bir qachlab sinab boqay. Uyg'ur tili avtomatik qachlangan holati chiqdi. Agar qachlangan holati chiqmagan bo'lsa, bu yerdan biz orqali bu yerdan Uyg'urchani tepib qachilsak bo'ladi. Bu yerda kirgizgichlarni bevosita topa olamiz va biz bu yerdan qo'shilib olganlik uchun bevosita chiqmadi. Biz buni tanishga kirib, bu yerdan buniki til bog'liqini tushirgandan keyin biroz saqlasak, til bog'liqi tushib bo'ldi. Tushib olgan vaqtda biz Uyg'urcha qilib sinab boqaylik. Va bu tushib olguncha biz yana Windows'ninki ma'lum detallarini tushirib qachlab sinab boqaylik. Google
Bu yerden biz VLC player'ni tushirib bakaylı. Yoki şu biz bu yerden şu Google'ninki Windows nusxasini tushirib bakaylı. Qaraydigan bo'lsanglar, Google'ning o'zining tor bekatidan buni tushirib sinab bakaylı. Bu yerga biz yesni bosgandan keyin ko'rayotganlaridek Windows uchun ko'rayotganlaridek Google tor ko'rgücününki Windows nusxasi normal tushirilyotadi. Biz bu jarayonda Windows'ning ko'rsatkich tilini uyg'urcha qilib tanishib bakaylı. Windows onu bu qatam qo'zg'atgan vaqtda tamamen uyg'urcha bo'ldi. Ko'rayotganlaridek Google tor ko'rgücününki Windows uchun chiqarilgan nusxasini qachilab bo'ldi va ichilyotadi. Ishlatayotganimiz almaning ichidagi Windows sistemasi bo'lib, hech qanday farqi yo'q, normal shaklda Windowsning yumshoq detallarini qachilab ishlatalaydi ekanmiz. Ustiga qarasanglar, bu yerda kirgizgich, biz bu orqali CPU'ninki qanchalik ishlayotganligini ko'ra olamiz. Shundan keyin bu orqali USB'ga qaysi uskunlarning chizilganini ko'ra olamiz. Bu orqali ovozni ko'ra olamiz. Bu shaklda qilsanglar bo'ladi. Ko'rayotganlaridek alma sistemini buzg'unchilik uchratmasdan Windows 10 ni qochilib oldik. Hamda biz buningki tilini uyg'urcha qilib bo'lgandan keyin bu shaklda setilish buyrug'i chiqyotadi. Biz buni o'chirib o'tamiz. Bu yerdan asos ko'rsatish tilini uyg'urcha qilib xato bosgandan keyin bu yerdan qayta qo'zg'atgandan keyin qayta qo'zg'alyotadi. Ko'rayotganlaridek Windows 10 ninki uyg'ur tili bo'liq yuklanib bo'lgandan keyin butun sinmaliklar o'ng'a to'g'rilandi va bu yerlar uyg'urcha bo'ldi. Hamda tamamen uyg'urcha qilish uchun kontrol taqsiga kirib bu yerdan chisla va formatni o'zgartirishni bosib, boshqaruvchini bosib, ustidagi tanshaklarni ko'chirishni bosib, bu yerdan xush kelibsiz ekranini uyg'urcha qilsak va darhol qayta qo'zg'atishni bosgandan keyin
Ko'rayotganlaridek boshlash ekranidan tortib Uyg'urcha. Ko'rayotganlaridek boshlash ekranidan tortib Uyg'urcha shaklda kiryotidi. Qaraydigan bo'lsanglar, bularning hammasi Windows 10 ni aktivlab bo'lgandan keyin ishlaydi. Qarasanglar, aktivlamaganligi bu yerda ko'rinib turadi. Qachongan ichki saqlovchi 2 GB debdi. Bu şekilde ishlasanglar bo'ladi. Biz bu yerdan bevosita o'chirsak bo'ladi. Bu şekilde normal o'chiriladi. Biz kelar qitim yana Windows'ni qo'zg'atmoqchi bo'lsak, buni qo'shib chekkandan keyin bevosita Windows 10 qo'zg'aladi. Bu şekilde xohlasanglar ehtiyojingizga asosan olmani, xohlasanglar Windows 10 ni ishlasanglar bo'ladi. Bugungi darsimiz shu bilan oxirlashdi. Windows 10 va mushu qo'zg'atuvchi yumshoq detallarning tushirish adresini videoning ostidan topa olasizlar. Bugungi darsimiz shuncha bo'lsin. Texnik ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun kanalimizni tavsiya qilishni, yangi darslardan vaqtida xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga ergashishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.